Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, hurmatli kuzatuvchilar, charchamayapsizlarmi? 5 kunlik yomg'irni o'tkazib oldik, xudo xolasa. Bahor faslidagi yomg'ir ancha foydali bo'ldi. Mana ko'chatlarimiz, daraxtlarimiz ham xudo kurtaga o'tishni boshladi mana. Bahor kirib keldi, xudo xolasa, chiroyli bo'lib. Archalar ham yashashni boshladi bilaman. Chiroyli uchlardan urib turibdi hamma narsasi. Mana dekorativ gullar mana shunchagacha o'sdi o'zi. Shox chiqarib turibdi. Qultnaylarimiz ham holati bugungi kunda yaxshi. Endi qiyg'os gullab yotibdi. Bir sidirg'a bargini tozaladik. Bularni yaxshilab, endi shart sharoitiga qarab. Mana arlarni kuzatib turgan bo'lsang, tinmay changatyapti. Arni ham pastga olib qo'ydim. Chunki mana bu tepasi issiqroq bo'ladi. Ular stressga tushib boshqa qiladi. Mana arlar. Hammasini ochib yubordim hozir, boray deb. Soat 3:30 bo'ldi. Ochib yubordim, mana qiyg'os gullab yotibdi. Har bir ko'chatdan bir sidirg'adan, ikkitadan, bittadan, uchtadan sharoiti bilan barglarni tozalab chiqaman. Yam yashil chiroyli bo'lib. Ular arlar tinmasdan changlatyapti. Kecha 3 kun bo'lib olib kelingan yangi ar ochilgan. Gul chiroyli gullab yotibdi. 6 ta shoda olgan bo'lsak, 7 ta, 8 ta, 9 tagacha, 10 tagacha ham borishi mumkin. Bunday qilganingizda hosillar hali ham o'sha sal maydalashdi. Endi bu yog'i issiqda shunaqa bo'laveradi. Bahor keldi-yu. Bu adbor plyuslar kamayadi. Sredniy 1 ko'payadi-da. Hosillar bunday o'ylagansiz mana hech. Chunki biz issiqxona hammaning xabari bor. Dekabrda 15dan hosilga kirgan-ku issiqxona. 6 ta shoda chiqardik o'zi. 5 ta, 6 ta, 6-shoda ketyapti. Mana shu shodalar 6-shodalar. Mana 7 kelyapti. Mana 8. Mana 8, mana bu yerda 9 kelyapti. Nima kuzatamiz? 9 ta bu koreyskisi ko'chatimiz 10 ta, 11 tagacha ham shoda chiqaradi. Endi agar tabiat isib ketsa, sal hosildorlikdan kamayishi mumkin, maydaroq bo'lishi mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Mana qiyg'os gullab yotibdi. Arlarni olib kelib bugun ochib bordim. Kecha yomg'irli kunda uncha ishlamadi, baribir ishladi-yu. Ko'ngil to'lmadi. Mana hozir bir chekkadan changlatyapti. Mana yangi ochilgan arlar. Ikkinchi issiqxonamiz ham xuddi shu holat. Endi kecha bunga ochganman, bu bir-ikkita arlar qolib ketgan bu. Mana bu holat. Mana barak tizimlari, yashil massasining holati mana chiroyli. Bu ham xuddi shunaqa tozalanib, antistress ochildi. Xo'janay bu gullab yotibdi, xudo xolasa. Ertadan quyoshli kun. Yerga dalshi gullab ketaman. 2-3 tari qolib ketgan kechagindan. Barglarga yopishib qolib ketadi o'xshaydi bular. Issiqxonadagi haroratimiz 26 gradus bo'lib turibdi mana. 26 ga 37 havodagi namligi, kokoschi 25. Tepadagisi ham xuddi shunaqa 26, 33% namlik, 20 gradus kokos ko'rsatib turibdi endi. Hosildorlik ikkalasi ham shu bir xilda mana. Bunday olganlarda hech anaqa joyi yo'q. 5-6 shoda. 5, 6. Ana xudosi 7, 8, 9, mosh 10 ham berar. O'yatganimda endi ko'ramiz, hali kuzatamiz. Bu yaxshi ish baribir. Mana o'rganaylik mana. Tushib kelyapti-da, ko'ryapsizmi? Bitta ketyapti. 2 ta. Bundan 3 mana. Shunda ras mana bu yerdagi 6-shoda bo'lsa, mana bunimiz mana 7-shoda, mana 8-shoda, mana 9. 10 ham kelyapti, kichkina. Ular hali vaqt ko'rsatadi. Tabiat agar bahorimiz sal yengilroq bo'lib, iliqroq bo'lib kelsa, vaqt ko'rsatadi. Mana yashil massamiz holati mana, barak tizimlar hammasi yaxshi. Meva berib charchab, rasvos chiqdi degan joyi mana bitta, ikkita mana bunaqa uchraydiganlar bu. Bularni men kecha tozaladim. Hammasidan 2 tadan, 3 tadan, bir xil 4 tadan ham, 5 tadan ham barg olib tashladim.
ko'chatlarning holatlariga qarab. Gullashi mana shunaqa. Endi ertadan xudo xolasa Xudoyim bir quyoshni isitib bersa, setkani tortmay turaman. Ertaga bir sidirg'i bitib turamiz. Issig'ini mana 30 ga chiqadimi, 28, 30 ga chiqsa ham indamay turamiz. Yonlarni ochib tashlaymiz, shamollab turadi. Bu hali 30 ga ham chiqmaydi, 27, 26, 28 bo'lar. Boring 30 ham bo'lsin mayli. Bir martaga 30 ga qo'yib yuboramizda. Keyin setkasini yopamanmi yana bir 5-6 kunga. Hozirgi mana bu 10 kunlik havo peripod havo deydi endi bizda nima deydi? Bahordan normal holatda keldi. O'sha narsalarchilar. Где-то aprelda 10gacha shu havo bulutli bo'lsa setkani olamiz, quyosh chiqib ketsa setkani tortamiz, olamiz, tortamiz, shunaqa bo'lib turadi endi. Chunki bu issiqxona ishlash kerak. Mana bu yoqda ochiq maydondagi daladagi ko'chatlarimiz. Mana qishda qolganlar Albion. Ertaga bular bitta xudo xolasa profilaktika dorilarni sochamiz yaxshilab, chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu ham Mashitgacha Morano degan sort bor. Bu Albion qolgan chiroyli. Mana bu sort chiroyli bo'lib turgan sortimiz Anya. Anya degan sort. O'sha qarab ketib turibdi. Ona salqin qiluvchi setkalar, agrovolokno hammasini olib kelib qo'ygan. Mana dalanikini. Bu kishi Kvikki. Bu ko'chatlarda Mahliyo opamni xizmatlar rosa katta. Opam berganlashini ko'paytirib olish maqsadida. Opamning umrlari uzoq bo'lsin. Tutlardan bunday zodam tut mana qiyshiq tutimizmi? Nari bo'lsa 4 kunlik holati qoldi, 4-5 kun chiroyli bo'lib yashil massaga burkanadi bular ham xudo xolasa. Bu yoqda mana Albion. Ertadan xudosi bir sidirga yaxshilab kasalligiga qarshi profilaktika ishlarini qilib yuboramiz. Kerakli dorilar bilan ishlab beramiz. Mana 3-chi ariq. Bular Albion. Bu bir qarshi bo'lsa ham yer bo'sh turmash kerak edi, o'sha yaxshi bo'ladi. Namlik o'zi yetadi. Ildiz dori berildi bir marta. U 15 kun mobaynida kelayotgan narsa. Ildiz chirishiga ishlandi bular hammasiga. Oxirdagi yuzidan sochiladigan shu kasallikka qarshi ishlovlar berildi. Endi bitta, yana bittasi qoldi endi. Bunisini endi xudo xolasa ertaga ertalabda planlashtiryapman. Shularni ishlab berib qo'ysak, o'z maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday kelganda umumiy ko'rinishning holati mana shunday ko'chatlarimiz. Sonamizning holat mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan dehqonchiligi Alloh baraka bersin.